qoboq sirlarini akalar mana shu doda xo'jasi bo'lyapti-da akalar. Silavordik-a mayli. Endi Ahataga buni olsa nima yeydi? Bular unaqa yemaysa. Bosh tuzum Muhammadjon bu? Nechta qo'shilyapti? 3 tami? Yemni ko'ring mana. Keling, oldi yemni naqasini aytib ketaymi sizga? Shunda. Bu yem, Tarkibi nima? bunda 9 litrli faqir, ha? Mana buncha. Mana shunda, mana shu molimiz 5 ta kuyuladi. 5 paqir. 5 paqir. Mana buzoq bor-ku. Ha. Bir paqir ichsa o'z inqillab qoladi. Ish 9 litrga bor. Ha, 9 Bu litrga. 5 ta ichadi bu. Birini Beshta haliga, ichadi. birini haliga. Bunisi 4,5 ta ichadi. 4,5. Ha, bu 1 ko'tarishiga qarab. tonna bo'lsa 70 million bo'ladi-da, Zo'riddinjon. To'ray oldi 38 million bo'lgan. Nimaga bunaqa zo'r foyda qilyapsiz? Bu o'zi ham 5 ta Savolni molni qarang, yeyapti. Ahataga. Sizga Savolni qarang. nimaga bunaqa foyda qilishini hozir sizga ko'rsataman hozir. Xotirjam tonnasi chiqdi. Ahataga ikkalasidan ham katta ekan bu, ha? Bu kattaroq. Hop bitta buqa boqsirlari qo'laman Ahataga. Siz ana yashirin retseptingizni hozir o'rganib olmasak bo'lmaydi aka. Shu moment o'rganib olmasam hozir Ha, bo'ldi. qarabki. Buni qana zot bu avlikolar buni Ahataga qo'ng'ir, ha? U Angusga smeshinniy bo'lgan u. Avlikol demani, ha, Angusga. Angusga smeshinniy bo'lgan. Mana shu mana Kalmikka gibrid bo'lgan, Mana mana shu limuzin, ha. Bittasi o'sha, mana bittasi mana qashqasi bor. Uni ham qashqasi bor-da hozir. Ha, ko'rib. Bo'ldi. Yuvoshligiga ham ta'm berdim, turishi ham zo'r ekan, ha? Shunday. Qilmaytmadimi hozir? Rosa ko'radigan video bo'lyapti-da, hurmatli obunachilarimiz mana. Mahallamizni bolachalari chiqib qolgan tomoshaga. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Esingizda bo'lsa, Hatakani anguslarini syomka qilganman. Endi buni retseptini akademdan iltimos qilganimda bo'ldi, gap yo'q ishda. O'sha retseptni hozirlarga mana yaxshi ulug' kunlar, yaqin kunlarda sizlarga syomka qilib beramiz. Ahad aka, yana bir bor obunachilar bilan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz Yaxshimi aka? Yaxshimisiz? Zo'r, rahmat aka. Assalomu alaykum deymiz barcha obunachilarimizga. Rahmat aka. Endi sizni aka bu boshlarni ko'p olganmiz. Hamma obunachimiz biladi, nimaga Ahad akam uyda mol tez o'ng'alib qoladi. Qolib ketgan mol ham bir pasda keyingi haftaga o'tib bir pasda o'nglanib qoladi. O'shani sirini ko'rsatib yuboraymi? O'shani sirini aytsangiz, uzoq olib kelyapman-da hozir. Bo'ldi. Nima ishlar bo'ladi? Mana natija ko'ryapsiz-ku mana. Bitta shaqaqasiga o'tay, keyin gaplashamiz. Hurmatli obunachilarimiz, bitta sharoitni ko'ring. Bu og'ilni syomka qilganman. Mana. Buni novosimiz 1 tonnadan jicha balandroq akalar. Ekranga sig'mayapti. Chiqishroq qo'yamiz. Mana 1 tonna. Monosi akalar 1 tonnaga yaqin. Mashalloh. Ahad aka, olganingizda bular taxminan necha pullik mol bo'lgan? Bular olinganda 38 milliondan olingan, Zo'riddinjon. Aha. Buni go'shtga olib chiqib sotga o'sha go'sht naqasida olganmiz buni. Ha, jupiga qancha bo'lgan? 38 million so'mdan ikkalasi jup bo'lgan. 76 bilan? 76 ga olingan. Necha oy oldin dedingiz? 4 oy bo'ldi. 4 oy bo'ldi. Endi qarang, hurmatli obunachilar, bitta narsani sizlarga aytaman. Buni tarozi qilingan yo'g'i, Ahad aka 1 tonna plyusligi xotirjam. 1 tonna deylik. Balki Balki. Alloh barakasini bersin. Barakasini bersin. Endi hozirgi oyog'iga necha pul mana shular? Oyog'iga 1 tonna bo'lsa 70 million bo'ladi-da, Zo'riddinjon. To'ray oldi 38 million bo'lgan. Nimaga bunaqa zo'r foyda qilyapsiz? Bu o'zi ham 5 ta Savolni molni qarang, yeyapti-da, Ahad aka. sizga Savolni qarang. nimaga bunaqa foyda qilishini hozir sizga ko'rsataman hozir. Savolni qarang akalar. Savol jinnisimi Abduqodir? Mana Abduqodir qaragan mollarga o'zi. Xo'p. Endi o'sha nimani aka ko'rsataylik bizga. Bo'ldi, mana. Savolni ham zo'r berib qo'yaman Ahad aka. Obunachilarga qiziq. Qiziq. Mana shu somon, ha. Hop. Bizda katta ish bo'lmaydi. Unaqa lekin natija katta bo'lib qolganda Ahad aka. mana, somonni solamiz.
Yana shuncha somon solamiz Ha, asosan. misol uchun, ha. Misoliga. Mana shu 10 litrmi, 9 litrmi bu? 10 deylik. Ha. Necha litr ekan bu? 9 ekan. Ha, 9 litr ekan. Shular. Mana shunda. Ha, ko'rdingizmi mana. Yemni ko'ring mana. Keling, oldin yemni naqasini aytib ketaymi sizga? Shunda Bu yem. tarkibi nima? Bunda 4 xil yemimiz bor. So'rdim. Qo'lma qo'shib turasizlar? Aha. Olib keling. Ha. Mana mana shunda sho'lxa bor, Sho'lxa bor. kunjara, Ha. un, kepak. Sho'lxa, kunjara, kepak, un. 4 ta narsa. 4 ta. Shuni shu 50 kilo yem mana shu. 50 kilo yem. Ha. Ha. 12,5 kilo kunjara, 12,5 kilo sho'lxa, Ha. 12,5 kilo kepak, 12,5 kilo un. Mana shu oxirgi solingan shu 50 kilo yem. Ha, solingan. Hop. Birga bir bu solinyapti-da, 4 xil yem birga bir. Hop. Suvni quyilyapti, mana shu holatga kelyapti. Olib keling mana. Kadrda olib keling, bu yoqqa mana. Mana ko'ryapsiz a? Aha. Mana shu holatga keladi. U suvni qanchaligini bilmaymiz endi miqdorini. Miqdori endi bu taxminan Mana shu holatga kelguncha taxminan ahadaga 200 litr deylik. mana shu yerdan bo'ladi suv. Mana shu yerdan, Mana shu shu yerdanmi? oxirda, ha, mana shu yerdan bo'ladi. Ha shu 50 kilo yemga buni aralashtiramiz. Mana shunga 3 kilo tuz solinadi. Mana shu holatiga. Osh tuzimi? Ha? Ha. Osh tuzi. Keyin somondan soldik a. Ha. Mana shundan mana. 9 litrlar. Ha, qara. 9 litrlik faqat. Mana buncha. Mana shundan mana shu molimiz 5 ta kuyuladi. 5 paqir. 5 paqir. Voh, mashalloh. Mana buzoq bor-ku. Ha. Bir paqir ichsa o'z inqillab qoladi. Ish 9 litrga bor. Ha, 9 Bu litrlik. 5 ta ichadi bu. Biri 5 ta mahalaga. ichadi. Biri Ha. mahalaga. Bunisi 4,5 ta ichadi. 4,5 ta. Ha, bu Ko'tarishiga qarab. Ha, 5 taga juda qiynaladi bu. Ha. Sal qiynalib qoladi. O'sha 4,5 ta 4 ta quyib Zo'r qo'yadi. tushuntirib qo'yasiz aka. Unga ham berib qo'ygan edi, qoladi bu ham. Xafa bo'lib qolmasa, syomkadan menga yem bermalaring deb qo'shib Mana. qo'ydim. Olsin mana. Mana akalar yeyishini qarang. Voh, mashalloh. Ahataga bu kelgan zahoti shunaqa berganmisiz? Ha. Yo, sal kamroq bo'lib ko'paytirilganmi bu? Yo'q, bunga boshida mana shu faqirdan 3 ta berdik. Ha, Bir 2 kunmi berdim. ko'tardi. Ha. Ha. Bir 6 mahalmi yegandan keyin, bir 4 mahal, 5 mahal yegandan keyin mensimadi. Keyin 4 ta qilib qo'ydim. Keyin 5 taga chiqib qoldi bir oyda, bir oyga bormasdan. Ha. Shu 5 ta 6 taga jinni qiynalyapti, inqillab boryapti. Agar havo sovuq bo'lganda Ahad aka undan ham ko'pini ko'tarar ekanda, agar misol uchun. U inqillab qolmasa berilaveradi, endi ketaveradi zakansa. Endi 5 ta normalniy holati shunda to'xtadi, o'rtacha. Oxirini yaltirlatib, tozalab qo'yadi-da, shu holatga keltirib qo'yadi. Ahad aka men hozirda gapiryapsiz-da, xayolimda bitta narsa bo'lyapti. Mana shunaqa katta, misol uchun bo'yi 1.30 lik katta mollar, suyi buzilgan mollar olib turib, Ahad aka, mana yemni berish kerak ekanda, ki shunaqa foyda olar ekanda deb o'zimcha tushunib qoldim. Men o'zim ham maqsadim shunaqa bo'lganda, Kichkina kattaga molni yetalagandan ko'ra mana narsaga mehr bersa, aka aytyapsiz buni, bitta paqirga inqilab qoladi deyapsiz, to'g'rimi? Endi bu endi qachon katta bo'ladi? Ha, mana unga 6 paqir beryapsiz-da, u mol ko'taryapti, 2 kilo, 2,5 kilo vesi qo'shib yuboryapti. shunday. Bu degani oyiga aka 60 kilo, 70 kilo degani. Pulga chaqadigan bo'lsangiz 500 ming degani. Shunaqa qilishmadimi? To'g'ri, ha? Ha, shunaqa 5 million degani. Misol uchun aka bitta hisoblab olaylar. Men hozir fantaziyam vobshim hayron qoldim men. Bor, katta mol olish kerak ekan, Ahad aka. Kattaga endi kimga qandayda, misol uchun buni ham o'ziga yarasha foydasi bor. Bu ham turib ozmozdan foyda qilib keyin kattalashadi bu ham. Asta-asta sekin. Aka, men buni yomon demadim. Men sizni hozir gapingizni qarang, 38 millionga olib turib, qarang. Bu molga bir paqir bersam inqilab qoladi dedi. Bu aka kam yegan hisobiga buni niqasi zo'r. Ha, bundan foyda undan ham zo'r bo'lyapti. Biz yo'nalishimiz qanaqa? Kami 400 kilo mol chiqaramiz. Shunday. Ha, bu retseptni mana hozir o'sha menimcha 90% odam tushunib bo'ldi. Akalar, kunjara qanaqa endi? Paraxaliymi yo oddiy quruq kunjarami?
Shu yog'li kunjara. Yog'li kunjara, oddiy kepak, sho'liqa, un dedingizmi? Un, to'rtta narsa, 12,5 kilodan. Endi misol uchun, buni molimizni o'zi bo'lganda Ahad aka, necha kilodan men mo'ljallashim kerak edi bitta molga? To'g'ri savol berdimmi hozir? Yemda Ha, endi misol uchun buni hozir qo'ygandan keyin achitib qo'ymayman degan savol ham bor-da, agar misol uchun molim bitta bo'lsa. yo buni achitib qo'yib, buni misol uchun mana shu ikkita molga, mana shu ikkita molga tayyorlasak, shu yetsa 3 mahalga yetsa kerak o'zi shu. 2-3 kunga turaveradi hech narsa qilmaydi. Aynimaydimi? Yo'q, aynib qolmaydi, salqinda turibdi bu. Endi shunaqa savol bo'ladi-da kommentariyada. O'zini xohlaganicha tayyorlab olaveradi. O'zini Ha. idishiga qarab, moliga qarab, Ha. holatga qarab turib tayyorlab, tayyor holatga keltirib quyib beraveradi. Biz kuniga tayyorlaymiz shuni misoliga. Ha, siz kuniga tayyorlaysiz. Har kuni tayyorlaymiz. Kunda mana shu obeddan mana bu mana yo'q, hozir tayyorlanadi. Ha, bunga. Ha, kecha obeddan tayyorlangan, unga, bunga. Aka, erinmaysiz. Hozir tayyorlanishni ko'rib olsak bo'ladimi? Omajon chaqiraymi? Bo'ladi, ha? Nega bo'lmaydi? Vaqtingiz bormi? Bu videoni aka, hozir kechasiga ham o'raman men. Bo'laveradi, ha. Obunachilarim hozir sekund o'tkazilgani yo'q videoni, sekund. Pauza qilib turasiz, Bo'ldi masalan. gap yo'q. Mana hozir hurmatli obunachilarimiz, ichi to'xtang, ko'rolmay qoldim. 12 kilomi? Ha, 12 kilo ekan. Hop. Sho'l ham 12 kilo. Bunga tayyorlaysizmi, Muhammadjon? Ha, bunga tayyorlaysizmi? Ha, bo'ldi. Xo'p, sho'lxa birinchisiga. Mana shu iplar bo'lsa olib tashlaylar akalar. Birinchisiga sho'lxa. Tarozi nimaga turar ekan bu yerda desam, shunga turar ekan-da, Ahad aka. Tarozisiz ishimiz bitmaydi bizda. Ha. Mana.